Diqqat qiling, tezkor va shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 8-oktyabrdan 11-oktyabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 8-10 oktyabr kunlari 8-13 daraja iliq, 11-oktyabrga kelib 10-15 darajagacha ko'tariladi. Kunduz kunlari esa bu holat 8-oktyabr kuni 20-25 daraja iliq, 9-11 oktyabr kunlari ayrim joylarda haroratlar 25-30 darajagacha ko'tariladi. Respublikamizda tog' oldi va tog'li hududlarda ham havo biroz bulutli, yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari 17-22 darajagacha ko'tariladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.